Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. 2022-yil 5-oy sariq salon GLS pozitsiyasi inshaalloh bugun yuklaymiz buni ham. Bu hali sotilgani yo'q, sotuvga qo'yamiz. Bugun yuklasak shu 1 oyda yetib boradi inshaalloh bu mashinamiz ham. Ponna full komplektatsiyasi. Holati, salon holatlari ham o'zida toza. Monitori bor edi, displeysi bor, navigationlari bor. High pass black boxlari orqagacha o'rnagan, hamma narsasi bor inshaalloh. Holatlar toza, yaxshi mashina. Oldilari ham qaradik, hamma yog'i udari yo'q. Yurgan kilometrini hozir aytib o'ramiz. Orqa tarafi tunkalari, tunkani yangi bossa ham bo'ladi. Endi hozir mashina uzun tunkasi bilan ketadi. Pastki holatlari, orqa balonlari, orqa balonning holati ham o'rtacha. Pastlarini qoraga bo'yab, haligacha ish qilmagan, o'zini holatda. Zapaskasi tushmagan, zapaskasi tushmagan. Kilometr ham ko'p emas bu mashinamizni. Shu holatda turibdi mana. Orqa balonlari, hamma narsasi joyida. Yurgan kilometrlari 27 ming yurgan mashinamiz. 27.928 ming deb hisoblayapsizlar. 22 5-oy. Bugun yuklanadi. Xudo xolasa kimga nasib qilsa aloqachi keyin yo'lda yo'q sotib yuboramiz.